Mana bizda 3 ta faza kelyapti. Relaydan o'tib klemaga o'tyapti. Klemadan mana birinchi kontaktorga o'tdi. Yana klemadan ikkinchi kontaktorga o'tdi. Kontaktor qo'yishimiz sabab biz buni bemalol mana rozetka gruppalarini masofadan boshqarishimiz mumkin. Mana hozir rozetka gruppalarimiz o'chdi. Buni bemalol alisadan boshqarishimiz mumkin. Mana rozetka gruppalarimiz qo'shildi. Endi konditsioner gruppalarni ham bemalol masofadan o'chirishimiz mumkin. Eng pastda bizda avtonom gruppa bor. Avtonom gruppani ham yarmi kontaktor bilan o'chadi, yarmi to'g'ridan to'g'ri o'chmaydiganligida bo'lib turadi. Misol uchun safardaligida avtonomda turgan ba'zi keraksiz narsalarni o'chirib qo'yish mumkin. Kontaktor orqali, o'sha alisa orqali ba'zi narsalar umuman o'chmaydi. Bular to'g'ridan to'g'ri o'sha quyosh panelidan to'g'ridan to'g'ri kelyapti.